Qanday qilib Eron ulkan avianoslar va zamonaviy esminetslarga ega dunyodagi eng yirik harbiy dengiz flotiga qarshi tura oladi? Eronning strategiyasi Amerika bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashish emas. U asimetrik urushga tayanadi. Masalan, quyidagi holatni olaylik. Ikki fuqaroviy kema avianos yaqinida suzib bormoqda. Hammasi mutlaqo oddiy ko'rinadi. Lekin bitta tugmani bosish bilan yo'q konteynerning eshiklari ochiladi va ichidan raketa chiqib keladi. Bular Eronda ishlab chiqarilgan kemalarga qarshi raketalar bo'lib, hali ham jiddiy zarba berish quvvatiga ega. Shundan so'ng darhol past balandlikda uchuvchi dronlar to'dasi va yo'q kemalar ichida yashirilgan tezkor hujum qayiqlari harakatga keladi. Shuningdek, kichik suvosti kemalarini ham unutmaslik kerak. Bu suvosti kemalari bir vaqtning o'zida torpedalarni ishga tushira oladi. Qisqa fursat ichida bu hujumlar avianos zarba guruhining himoya tizimlaridan o'tib ketishi mumkin. Ular avianosni to'liq cho'ktirmasligi mumkin, ammo uni shunchalik shikastlay oladiki, natijada bu yerlar Amerika uchun juda xavfli hududga aylanadi. Endi esa ular ehtimol qo'llaydigan asosiy taktikalarga nazar tashlaymiz. Birinchi taktika to'da. Eng avval eng mashhur usul to'da taktikasi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining harbiy dengiz kuchlari yuzlab kichik va juda tezkor hujum qayiqlariga ega. Ular og'ir pulemyotlar, raketalar va kemalarga qarshi raketalar bilan qurollangan. Bu taktika oddiy, ammo o'ta xavfli. Ular Amerika esminsi bilan yakkama-yakka jang qilishga urinmaydi, chunki bunday jangda mag'lub bo'lishlari aniq. Buning o'rniga o'nlab kichik qayiqlar bir vaqtning o'zida har tomondan hujumga o'tadi. Maqsad Amerika kemasining himoya tizimlarini, masalan, Phalanx kabi tizimlarni bir paytning o'zida juda ko'p nishonlar bilan yuklab ishdan chiqarishdir. Ya'ni kema bir vaqtda kuzatib va yo'q qila oladigan nishonlar sonidan ortiq hujum uyushtirish. Ikkinchi taktika Hormuz bo'g'ozini minalash. Navbatdagi usul jim qotil, ya'ni Hormuz bo'g'ozi dunyodagi eng muhim neft o'tish nuqtalaridan biri hisoblanadi. Eron ixtiyorida minglab dengiz minalari mavjud. Jumladan, dushman kemalarining aniq akustik ovoz izlarini taniy oladigan aqlli minalar ham bor. Mojaro vaqtida Eron suv osti kemalari, kichik qayiqlar yoki hatto fuqaroviy kema niqobidagi kemalar orqali minalarni to'g'ridan-to'g'ri dengiz yo'llariga tashlab ketishi mumkin. Bu yerdagi maqsad faqat harbiy emas, balki iqtisodiy hamdir. Bu Amerika harbiy dengiz kuchlariga xavfsiz o'tishni inkor etadi va jahon neft narxlarini keskin oshiradi. Natijada Amerika va uning ittifoqchilariga ulkan iqtisodiy zarar yetkaziladi. Uchinchi taktika o'lim hududi. Bu usul geografik ustunlik, ya'ni sohil bo'yi raketa batareyalari. Eron sohillari to'g'li bo'lib, harakatchan raketa uchirish qurilmalarini yashirish uchun juda qulay. Rejim yuk mashinalariga o'rnatilgan raketa ekipajlari orqali urib qochish taktikasini qo'llaydi. Ular raketa uchiradi va Amerika javob zarbasi berishidan oldin darhol boshqa yashirin joyga ko'chadi. Bu Fors ko'rfazini shunday hududga aylantiradiki, u yerda Amerika kemalari doimiy ravishda quruqlikdan kelayotgan o't ostida qoladi va yashirinish imkoni bo'lmaydi. To'rtinchi taktika suv osti kemalari orqali pistirma. Fors ko'rfazi juda sayoz bo'lib, bu ulkan Amerika yadroviy suv osti kemalari uchun qiyin sharoit yaratadi. Ammo bu Eronning dizel elektrik mini suv osti kemalari uchun juda mos. Bu kichik kemalar dengiz tubida jim yotib, nishonning ustiga kelib qolishini kutib, so'ng torpeda uchiradi. Bu kutilmagan pistirma taktikasi bo'lib, avianos yoki esminets kabi yuqori qiymatli nishonlarga zarba berishga qaratilgan va deyarli aniqlanmaydi. Beshinchi taktika havo tahdidi. Eron Yaqin Sharqda dronlar bo'yicha yetakchi kuchga aylanishga katta sarmoya kiritgan. Mojaro holatida dronlar faqat kuzatuv uchun emas, balki o'zini qurbon qiluvchi, aylanib yuruvchi o'q dronlar sifatida ishlatiladi. Ular ommaviy to'lqinlar bilan uchirilib, Amerika kemalari radarlari va parvoz palubalariga uriladi. Maqsad flot sensorlarini ko'r qilish va parvoz operatsiyalarini to'xtatib, kemalarni raketa hujumlariga ochiq qoldirish. Oltinchi taktika bazalar va logistikaga zarba. Amerika floti Bahrayn portlari va Qatardagi aviabazalarga tayanadi. Eron esa Yaqin Sharqdagi eng katta ballistik raketa zaxirasiga ega. Ularning strategiyasi ushbu doimiy shtablar va logistika markazlariga ommaviy raketa zarbalari berish. Maqsad binolarni vayron qilishgina emas, balki Amerika flotini yoqilg'i, o'q-dori va boshqaruv yordamsiz qoldirishdir. Agar kemalar to'xtaydigan joy bo'lmasa, ular ko'rfazda qola olmaydi. Eronning Yaqin Sharqdagi Amerika havo bazalarini nishonga olish bo'yicha harbiy strategiyasi ehtimol muvofiqlashtirilgan ko'p sohali yondashuvga tayanadi. Raketa arsenali, dron imkoniyatlari
va proksi kuchlarni birlashtirish orqali Eron Amerika mudofaasini yengib o'tish va jiddiy zarar yetkazishni maqsad qiladi. Eron ustuvor deb bilgan yuqori qiymatli nishonalar orasida Qatardagi Al-Udeyd aviabazasi, Bahrayndagi Naval Support Activity, Iroqdagi bir nechta Amerika harbiy bazalari hamda amirliklardagi Al-Dafra aviabazasi bor. Bu yondashuv Eronning kengroq strategik maqsadlarini aks ettiradi. Amerika harbiy aralashuvni tiyib turish, mojaro yuz bersa qat'iy javob qaytarish va mintaqada o'z ta'sirini mustahkamlash. To'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvda eng ehtimoliy nishonlardan biri Qatardagi Al-Udeyd aviabazasi. U Yaqin Sharqdagi eng yirik Amerika harbiy inshooti bo'lib, taxminan 8000 nafar amerikalik harbiy xizmatchini qabul qiladi va Amerika markaziy qo'mondonligining mintaqaviy shtabi vazifasini bajaradi. Bu baza mintaqadagi havo operatsiyalarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega va Amerikaning Fors ko'rfazidagi asosiy tayanch hisoblanadi. Al-Udeyd va shu kabi bazalarga zarba berish uchun Eron taxminan 300 kilometr masofaga yetadigan Fath, 110 yoki 800 kilometrgacha yeta oladigan Qiyom bir kabi ballistik raketalarni qo'llash mumkin. Agar yaqinlashish detonatori qo'llanilsa, portlash yer yuzasidan biroz yuqorida sodir bo'lib, parchalanish ta'sirini kuchaytiradi va zarar hududini kengaytiradi. Bu himoyalanmagan inshootlarni to'liq vayron qilishi va ochiq qolgan shaxsiy tarkib uchun o'ta xavfli bo'lishi mumkin. Bu hududdagi o'ta yuqori bosim to'g'ridan-to'g'ri zarbada mustahkamlangan samolyot panohgohlari, yoqilg'i omborlari va qo'mondonlik punktlarini ham yo'q qilishi mumkin. Raketalar qayerdan uchirilishiga qarab, ular ko'rfaz bo'ylab joylashgan muhim Amerika inshootlariga real tahdid soladi. Naval Support Activity bazasi Amerika Markaziy harbiy dengiz qo'mondonligi va Amerika 5-floti shtabi hisoblanadi. U yerda 9000 dan ortiq amerikalik xizmat qilmoqda va u Yaqin Sharqdagi yagona doimiy Amerika harbiy dengiz so'g'il bazasidir. Port infratuzilmasi, avianoslar va desant kemalarini qabul qila oladi. Bu esa uni o'ta muhim dengiz markaziga aylantiradi. Eron portda turgan yoki yaqin suvlarda harakatlanayotgan Amerika harbiy kemalarini ham nishonga olish mumkin. Eron so'g'il batareyalari yoki dengiz platformalaridan uchiriladigan kemalarga qarshi qanotli raketalarning rivojlangan arsenaliga ega bo'lib, bu Fors ko'rfazida Amerikaning dengiz ustunligiga jiddiy tahdid soladi. Shuningdek, Eron Yaman yoki Iroqdagi pro-Eron guruhlari kabi proksi kuchlardan foydalanib, bilvosita hujumlar uyushtirishi yoki Bahrayn ichida beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin. Kuvaytda Amerika Camp Arifchan va Ali al-Salim aviabazalarida katta harbiy kuchni saqlaydi. 2021-yil holatiga ko'ra, bu yerlarda jami taxminan 13,5 ming nafar harbiy joylashgan. Ushbu inshootlar Iroq va keng Fors ko'rfazi mintaqasidagi operatsiyalar uchun asosiy amaliy va logistika markazlari hisoblanadi. Bundan tashqari, Eron sovuq urush davrida ishlab chiqarilgan qattiq yoqilg'ili tezlatkich va suyuq yoqilg'ili ikkinchi bosqichga ega bo'lgan Sovet davriga oid kemalarga qarshi raketalardan ham foydalanishi mumkin. Uchirilganda, birinchi bosqich tezlatkichi 2-3 soniya ishlaydi. Shundan so'ng ikkinchi bosqich faollashadi. Raketa analog radar orqali nishon qidiradi va nishonga qulflangach, bo'shliqli kumulyativ jang boshi bilan kemani yo'q qilishi mumkin. To'g'ri burchakda urilsa, yo'q kemasini ham vayron qilishi yoki cho'ktirishi ehtimoldan xoli emas. Ikkinchi ssenariy Eronliklar tomonidan qayta ishlangan Sovet davriga oid raketa. U kemalarga qarshi raketaga aylantirilgan. Qayta moslashtirilgan SA-2 raketa 45 kilometr masofadan uchirilishi mumkin. Masalan, Qizil dengiz orqali harakatlanayotgan Amerika esminsini olaylik. Uchirilganda, bu raketa 3,5 mach tezlikka yeta oladi. Bunday harakatlar psixologik ta'sir ko'rsatib, savdo yo'llarini izdan chiqaradi. Iroq haqida gapiradigan bo'lsak, u yerdagi bir nechta harbiy bazalar Eronning g'arbiy chegarasiga juda yaqin joylashgan. Bu yaqinlik ularni Eron raketalari yetib boradigan hududga kiritadi va mintaqadagi xavfsizlik manzarasini yanada murakkablashtiradi. Eronning raketa kuchlari mustahkamlangan yer osti bazalari va harakatchan uchirish qurilmalariga tarqatilgan bo'lib, bu ularning yashovchanligini oshiradi va kutilmagan tezkor zarbalarni amalga oshirishni osonlashtiradi. Bu platformalar oldindan berilgan zarbalarga chidamli qilib yaratilgan va tezkor javob berishga mo'ljallangan. Nishon olishda Eron ehtimol havo operatsiyalarini falajlashtirish uchun uchish-qo'nish yo'laklari, yoqilg'i omborlari, samolyot panohgohlari
qo'mondonlik markazlari va logistika tugunlarini nishonga oladi. Maqsad Amerikaning jang qobiliyatini qisqa vaqt ichida pasaytirish va samarali javob berish imkoniyatini cheklashdir. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Fikr-mulohazalarni kommentariyada kutamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.